Assalomu alaykum. YouTube'da bizni doim tomosha qiladiganlar, Agrozamin mevali ko'chatlar gruppasini kuzatuvchilar. Mana bugun G'ayrat Dog'on bog'iga kelganmiz. Ko'p videolar shu yerda olingan. Akamiz Oltiariqdan. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Rahmat. Xudoga shukr. Mana shu akamiz mana shu yuklarni sifatli birinchi qo'l mana terib, mana shu yerda tayyorlashib Rossiya boshqa bozorlarda sotiladi, eksportyor. Aka, o'rik haqida fikringiz? O'rikka nima deysiz aka? O'rayda endi o'zimiz hali jaydar o'riklardan sifati ham, kalibri ham hamma yo'g'i zo'r. Bozorimizga zo'r tushdi bu o'rik. Xudo xolasa eksportda talab qilishyapti mana shuni. Ha, talab qilishyapti. Yo'lga ham yaxshi. Yo'lga ham zo'r. Xudo xolasa endi bozorini bersin. Bugun xudo xolasa 5-may kuni uzum jarayoni ketyapti bog'dan. Birinchi uzumlari bozorda, Oltiariq bozorida yoki Rossiyaga pryamoymi ketadi. Mana shu akamiz mana shu bog'dagi mevalarni haqiqatda terib, cho'tki qilib tayyorlab, eksportyor o'rikka juda yaxshi fikr bildiryapti. Bozor zo'rayapti ekan. Bundan bag'iga bozor yeydigan o'riklar, keyin maza jihatdan ham aka, qolgan o'riklarga nisbatan zo'r. Mikado boshqa o'riklar terib kelishyapti bozorda. Mazasi o'rtacha shirin qand miqdori. Buni 1-ikkisi 19 1-ikkisi beryapti. Bu degani gilosdan ham shirin. Bog' qilishlaringizni tavsiya qilamiz. Ko'chatlarni har doimgidek bor, kelaverasizlar. Aloqaga chiqib, qiziq bo'lsa, hozirdan kelib buyurtma berib ko'chatlarni ketishlaring mumkin. Hammasini endi ko'chatda aralashtiraversan deyishlari mumkin. Endi iloji yo'q, biz ko'chat sotishimiz kerak, ko'chatchimiz. Sog' bo'linglar, videolarga, mehnatlarga like bosib qo'yinglar.